Assalomu alaykum azizlar. Hadichaxon haqida 2 haftadan beri video chiqaryapman. Ko'rdinglar mana. Qizalog'imiz hozirda 6 oylik, ko'zlari yopiq tug'ilgan Allohning xohishi bilan. Azizlar, biz xayriya yo'li bilan ota-onasi bilan birgalikda Hadichaxonni Turkiya davlatiga olib keldik. Ya'ni shu qizalog'imizni ko'zini ochish maqsadida, dunyoni ko'rsin deb. Azizlar, insoniyat qanchalik harakat qilmasin, lekin Allohning aytgani bo'lar ekan. Bugun doktorda yakuniy xulosasi chiqdi. Afsuski qizalog'imizni ko'zini ochishda imkoniyati yo'q ekan. Bu zaten sola hiç dokunmayız. Sol daha sıkıntılı. Sağ belki o da yani düşük başarı şansıyla. Ko'zida qoyachig'i bor ekanmi? Yo'q. Chap ko'zi umuman mumkin emas dedi. O'ng ko'zini faqat o'sha kosmetolog qilsa bo'ladi, u ham ko'rish shart emas dedi. Faqat ko'zini olmadi. Keyin opa, oxirgi savol, yana boshqa davlatlarga borishni tavsiya qiladilarmi? Endi Hocam başka ülkelere gitmeyi tavsiye ediyoruz. Yapılabilecek olsa fayda görse bunu yaparız zaten. Eğer kılabiliyor. Hiç Hiç gerek olsa bir oda kılar diye. Ya da derim ki yani bunda şurada şu var biz yapamıyoruz oraya gidin. Ama şu durum hiç açıcı durmuyor. ona qornida ko'z faoliyati, ko'z sistemasi yaxshi shakllanmagan ekan. Insonning ko'zi ko'radigan funksiyasi bunda rivojlanmagan ekan. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Mana shuncha harakat qildik. Shu yergacha keldik. Ertaga O'zbekistonga qaytishgandan keyin Hadichaxon bir ikkita yengil operatsiyani boshidan o'tkazadi. Aka, bu omonat sizga. Xudo xolasa qizalog'imizni ko'zi ochilmasa ham, lekin umid qilamanki, buni hech kimdan kam qilmasdan yaxshi parvarish qilib katta qilasizlar. Xudo xolasa. Hammalaringizga rahmat.